Akalar Umid akam Xo'rozxonaga kelganmiz. Bitta jo'jalar ko'ramiz mana akalar. Janoza aka bular qaysi oy? Bular 3 oylik bo'lishdi aka. Shu makiyon xo'rozlardan tarqalgan shatta jo'jalarimiz ham bor-a? Shu xo'rozni bitta bo'ybasini ko'rib berar ekanmiz. Xo'roz bizlar deyapti. Makiyonlarchi akalar? Ko'p akalarimiz aytishayotganda yosh narsalarni, yosh katta narsalarni yosh deyapsizlar deb. Bular ota-onasi oyoq qo'li cho'ziq narsalarga. Mana sal kattaroqlarni ko'rsatamiz sizlarga hozir. Mana bular o'zi zota shunaqa ekan, mana. O'zi oyoq qo'li cho'ziq, toza shamolar ekan bular. Makiyon shamo, xo'roz karis ekan. Shulardan chiqqan mana o'zi. Bular yana var chiqdi. Yana jo'jalarimiz. Mana bitta makiyonlar ko'ringlarchi, mana xo'rozga bitta o'zingizlar baho berib tushungan odamlar o'zi yaxshi biladi. Makiyonlarimiz endi tuxumga kirgan, bular ham bola olishni boshlandi mana. Makiyonlarni ko'rib o'zingizlar baho beraverasizlar. Mana Umid aka bitta yoniga turing xo'rozni, xo'roz tomondan yoniga turing. Ha. Ichkaridan kirasiz. Umid aka buni hozir mana ko'ramiz. Mana qo'lda turishlari. Umid aka bo'ylari 1.70. Aka yerga bitta qo'yangiz oldi bo'ylarni ko'rib olishsin. Xo'rozni bo'ybaslarga nima deyapti akalar? Shu mollardan bor aka. Bularimiz qaysi oy aka? Yanvarmi, fevralmi bular? Bular yanvar. Mana 4-yanvar ekan mana. Jo'jalar bitta ko'ringlar, o'z oyoq qo'llar uzun. Bu taxtamizdan hisoblayverasizlar. Mana. Jo'jalar o'zingizlar bitta ko'rib beringlar. 4-yanvar aka shu xo'roz olibdi ekan, eng bo'yzunash ekan, xo'roz ekan. Aka bu narx-navo qancha? Buni aka sotmaymiz aka. Sotilmaydi, bu zotga olib qoling. Hatto qaysilar sotiladi aka? Kelish bo'lsa o'zi ko'kni bolasi bor bitta. Qaysi birisi aka? Mana qorasi aka. Mana qora. Hozir ko'kni bolasimi, narigini? Ha, nari ko'kni bolasi. Qorani emas, ko'kni bolasi. Ko'kni bolasi. Bu narx-navo qancha aka? Kelishamiz aka. Kelishamiz, telefon qilishaveradi, bo'ldi gap. Bu tomonda kichkinaroq zotlar bor ekan mana. Bular qaysi oyimda aka? Bitta o'zi ochib bersiz. Mart oyida ochilgan deyaptilar hojadan mana. Martda boshi aka. Martda boshiga mana. Uzun may hozir. Biz 4 oylik, 5 oylik, 6 oylik jo'jalarni 1-2 oylik, 3 oylik demayapti. Buni holatdan kelib chiqib bitta ko'raverasiz mana. Jo'jalar nima deyapti? Oyoq qo'llar cho'ziq, toza zotlar bular. Bozordagi xo'rozlar emas mana. Qaranglar mana. Tushungan odamlar belidagi patlardan bilib olaveradi, bo'ynidagi patlardan bilib olaveradi. Mana bu xo'rozchamiz shu shashilyapti. Aka, mana qancha? Qanachini bolasi aka. Qanachilar bolasi bu? Narx qancha aka? Kelishsiz sotamiz aka. Qanchaga? Qanchadan o'tib berasiz? $150 qilib beraman. $150 qilib berasiz. Ba'da telefon qilishaveradi, barakasini qilib beraverasiz mana. Cho'zilar akalar xo'rozlar sotiladimi, faqat makiyonlarni sotilaveradimi? Makonni qiziqqaniga, ish qo'ziga. Makiyonni qiziqqaniga berasiz. Atak xo'rozlar sotiladi. Bo'ldi. Bittaga bitta ochib beraverasiz. Yaxam keldi mana. 26-yanvar hojadan o'zlari yemlarni berib, donlarni berib, o'zlari boqar ekanlar mana. Mana. Aka bular qo'ymaydi aka, 2 nafar. Aha, 2 mahal tuxumaydi. Apilka yeydi. Apilka yeydi, suyr apilkasi. Quyi aralashtiradi. Keyin o'zimizni aralashma donna yeydi. Aralashma dondan ham yeydi bular. Aha. Suva yeydi. Suva yeydi, shuning uchun iligi baquvvat bular mana, ko'ringlar. Cho'jalar beramiz aka, yanchi bo'lsangiz aka. bo'ldi gap aka. Bular o'zi oyoq qo'li uzun ekan. Keyin ko'pchilik aytayapti, qanaqa yosh narsalar, yosh katta narsalarni yosh deyapsizlar. Yo'q, men kelib ko'rdim, haqiqatdan jo'jalar ota-onalari oyoq qo'li baland ekan. 6 kilolik, 6,5 kilolik xo'rozlarni, eng kam 5 kilolik xo'rozlar bolalari bular. Makiyonlarni ko'rdim. Eng kichkinasi ham 4,5 kilo, 4 kilo chiqyapti. Mana katta narsalar ekan. Bitta o'zingizlar ko'ringlar, mana jo'jalar qarang, oyoq qo'li butunligini, cho'ziqligini qaranglar.
yoshiga nisbatan uzunroq bo'ladi. Aka ular narx navosi bilan sotilaveradi, kelish bolasi. Bo'ldi. Bozorda bular 20-martda otilgan, a? 20-mart. Akalar, hozirdan kunigacha aytib beryapsizlar. Kesalar ham o'zlari ko'rsatib beradilar. 20-mart jo'jalari mana. Kevadan ikkitasi bor mana. Bitta ham xo'rozlar bor, makiyonlar. Makiyonlar faqat tushungan odamlar sotiladi ekan. Asosiy xo'rozlar sotiladi. Kelish bo'lsa, menga xo'rozcha yoqib qoldi mana. Qo'ylar xo'roz. Ash xo'rozcha qancha aka? Ko'kni bolasi emasmi? Qora xo'rozimiz bolasi. O shalpandimi? Emasini ko'rsatamiz. Shalpandi bolasi ekan. Bu qancha aka? Telefon qilishanda baraka qilib berasizmi? Bo'ldi aka, telefon qilishanda barakasini qilib beraverasizlar. Yana qayerda bor aka? Ha, bu tomonda ham bor ekan. Mana. Bu tuxum ekan. Bu xo'rozimiz. Buni bolalardan ham bor. Bo'ldi, mana hozir videolarni olamiz. Qani? Shu makiyonimiz, shu xo'rozlarimiz bolalardan bor ekan. Ayog'ini tangalarini olib qo'ymak yondaki 100 talik o'zi toza ekan. Bo'ldi mana. Kvadrat bo'lyapti aka. Mana akalar tushunganlar bitta ko'rib olaverasizlar. Makiyon o'zi ko'ringlar, mana shamu makiyonlar. Shamu makiyonni ko'pchilik oqtarishadi bizdan. Bizda shamu makiyonlar ko'p zo'r chiqmayapti. Zo'rlari mana akamizda bor ekan. Shamu makiyonga kalis xo'rozlar juplab olishyapti ekan. Xo'rozlar makiyonlardan cho'za. Shuning uchun bolalari ancha yoshiga nisbatan katta. Kitulay makiyonimiz, va joningni. Men qarayman. $400 kelgan ekan mana shu. Hozirda aytyaptilar. Kitulay makiyonimiz bitta ko'ringlar, tangalarni, joningni. Mana bitta kallasidan ko'rib, Paroz akangiz o'zlari biladi. Mana bittani ko'rib bering. Kitulay makiyon. Endi bu makiyondan menimcha katta jo'jalar chiqmasa ham bo'lmaydi akalar. Shu joyda like bosib qo'yasizlar. Hozir biz davom etamiz yana. Mana aka toza tur makonimiz bor ekan. Mana bolaga olib kelganmiz aka. Toza turk aka. Bu tuxumda mana. Shu tuxum tug'ib qo'ygan mana akalar. Joni kichkina narsa aka buni. To'niga bitta e'tibor berib qo'ying mana. To'nlar nima deyapti? 2 xil to'n chiqaradi bor bu makiyon. Jo'ja makiyon. Bu jo'ja makiyon, tuxumga kirgan. Kirgan mana. Bular sotuvda emas, a? Bular bolada faqat. Bolada faqat. Xolosga qo'shib turamiz. Xolosga qo'shib turiladi. Bu ana makiyonimiz qanchalik aka? O'sha qora makiyonlar ham tanasi, shalpanda oldi. Qora makiyonimiz ham tanasi aka. Hozir 3 talik qora makiyonlarni ham tanasi. Joningni. Makiyon kattaligi necha kerak? Jo'ja makiyon hali tulay ko'chishiga hali u ancha bor. ancha bor aka. Makiyon cho'ziqligini qaranglar. Endi bu makiyondan aniq katta jo'jalar chiqadi akalar. Mana jo'jalar nima deyapti? Mana jo'jalar. Bular ham sotiladi aka? Sotiladi aka. Bitta olaylik joni. Mana jo'jalar bitta ko'ringlar. Kattasi aka yanvarda chiqqan. Kattasi yanvar. Bunisi fevralda boshim. O'rtadagi xorozchi. Mhm. Bunisi makiyon ham o'shani ham tanasi. Ham tanasi. Nari kattasi katta yanvarda chiqqan. Kichigi qaysi oy? Kichigi fevral aka. Kichigi fevral, a? Bo'ldi. Bu xo'rozimiz makiyonimiz bolalari ham bor, a? Akalar xo'rozda qochib e'tibor bermaysizlar, bular faqat bolada, parvarish yo'q, akalarimiz urishtirishmaydi. Faqat bola ochtirishadi. Mana aka pixini mana. Pixin uribdi. Noyabrda boshida chiqqan aka mana. Noyabrda boshida chiqqan jo'jamiz. Hammasi kechkilar bo'y o'smaydi deyshadi, yo'q, bo'y o'sadi. Faqat boquvga zotga qarab. Bo'yni ko'ringlar, men zonim olib beraman sizlarga mana. $400 ona to'g'ri bolalar deyapti hozirdamiz. Mana yerda ham bor. Umitaga mana shu makiyonni olib bermasingiz bo'lmaydi. Men ko'rsatmasam bo'lmaydi bu qora makiyoningizni. Obunachilarimiz bitta ko'rishsin. Aka, mana makiyon. Turgan necha kerak? 3 tulay bu
3 tulaymi aka yana? Necha kilo? Bir 5 plus bormi aka? 5,5 kilo chiqadi aka. 5 kilodan oshiq ekan mana 5. Aka paypanalarni ko'rsatib qo'ying aka. Mana qoni toza aka. Challalarni ham bitta ko'rib qo'yaylik mana yaqindan Faroz akani ham ko'rib qo'ysin mana. Hop jonimni. Makon bolalari bor, a? Cho'k xorozimiz ekan mana. Bu qaysi oy aka? Bu aka tula bu. Tulay xoroz ekan, a? Tula aka. 3 tulay xoroz ekan. Bitta pixini olib beraylik aka. Ha aka. Mana. Kvadrat to'rt burcha tangalari yorilib ketaman deb aka mana. Ay jonimni. Bo'ldi oldim akalar. Bu tomonda ham jo'jalar bor, a? Bitta ko'raman. Yonidami yo orqa tomonda? Bo'ldi. Yur. Qattay, undagi? Bu tomonda ham. Joyga yetib olib bermaysizlar. Joy kattaligi uchun, xorozlar ko'pligi uchun. Kes olamiz. Ha, jo'jalarimiz. Jo'jalarimiz nima deyapti akalar? Bu hamtanani o'ldirib yuborgan jo'ja shular, a? 2 dona qolishgan. Mana jo'jamiz bular ham sotuvga. Bular ham sotiladi. Jo'jalarimiz nechida ekan? O'zini Faroz akalarga tushuntirish shart emas. Jo'jani holatidan kelib chiqqan o'zi. Akalar narx chiqib turibdi menimcha. Narigisi aka yanvar nari. Yanvar, kattasi yanvar, kichigi-chi. Kichigi aka fevral. Kichigi fevral, bu sredniy ekan, buni. Bo'ldi. Bu shalpanda bolasini ko'rsatyapsizmi hozir aka? Qo'lingizdagi. Bu shalpanda bolasi aka. Qaysi oy bu aka? Yanvar aka. Xo'roz bitta cho'zoqlangan ko'raylik mana. 20da chiqqadi. Mana. O'yin cho'zganda qancha qo'yili. Bu hali necha kilolik xo'roz bo'ladi, boq bu gara hamma narsa. O'sha gap Faroz akalarimiz gapi bor. Xo'roz egasida xo'roz bo'ladi. Mana martga ochilgan jo'jalar hamtanasi. Martda ochilgan jo'jalar hamtanasi mana shu. Bu ham nimalar hamtanalar qolmagan-a uni? Urushib ochib tashlagan yana. Bo'ldi. Undagi nomerlarni pastda qoldirib qo'yamiz, telefon qilib, qanaqa jo'ja, qanaqa xo'roz kerak bo'lsa, makkanga barakasini qilaverasizlar. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishingizni istab qolamiz. Hammaga rahmat.